mana bu salat qarang, yana eslatib o'taman. 160 grammlik hisobladik, to'g'rimi? 160 kaloriya, to есть o'rtacha 400 gram salat 160 kilokaloriya bo'lar ekan. Biza shuncha foydali, katta hajmda va kam kaloriyali narsamizni bittada kaloriyasini juda ham baland qilib yuborishimiz mumkin. Ya'ni ichiga yog' qo'shib. Har bitta qo'shgan yog'imiz, qoshiq, kichkina qoshiqdagi har bitta qo'shgan yog'imizda nima bo'ladi? 90 kilokaloriya qo'shiladi. Yog' juda ham muhim. Qaranglar, ovqatimizda ham yog'i, masalan, sho'rva ichasiz, oddiy suyuq ovqat qancha foydali, kaloriya kam deb o'ylaymiz. Lekin uni yog'li bo'ladigan bo'lsa, ustiga yog' turadigan bo'lsa, u вообще yana ko'payib ketaveradi. O'rtacha 3 qoshiq oladigan bo'lsangiz ham 270 kilokaloriya ko'p bo'ladi. Ya'ni har bitta kichkina qoshig'imizda bu 90 kaloriya bor degani. Ya'ni biza yog'li ovqat qiladigan bo'lsak, yog'ini ko'p soladigan bo'lsak, juda ham kaloriyamiz ko'payib ketadi. Ko'payib ketganda biz sarf qila olmay qolamiz. Bu nimaga aylanadi? Yog'ga aylanadi. Organizmimizda yog' eng xavfsiz narsa hisoblanar ekan. Ya'ni ko'p yillar davomida saqlanish mumkin bo'lgan narsa bu albatta yog'. Shuning uchun nima qilamiz? Yog' qo'shmasdan salat qilamiz. Qo'shsanglar ham kamroq qo'shasizlar yoki bir orientirini olish kerak. Endi yog'i shunchalik xavfli deyapman, yog'li kaloriyasi ko'p deyapman. Bu degani umuman yog' yeyish kerak emas yoki umuman ishlatish kerak emas degani emas. Albatta ishlatasiz. Faqatgina kamroq ishlatish kerak bo'ladi. Har doimgidek ko'p yog' solmaymiz ovqatlarga, kamaytirib, sekin-sekin astalik bilan kamaytirib solamiz. Har bitta o'zbek oilasida dasturxonini bezatib turgan, hammamiz yaxshi ko'rgan non mahsulotlaridan sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, shu batonchik, mana shu 4 tasi o'rtacha 100 gram. 100 gram, ya'ni o'rtacha olamiz 300 kilokaloriya. Xo'p, bu bulочкamiz bu yerga olib turamiz. Endi mana bu buxanka. Ikkitasi 50 gramdan, bu ham 100 gram buxanka. Bu ham o'rtacha 300 kilokaloriya. Xo'p, mana bu bug'doyli non. Qora non, bu ham 100 gram, bu ham 300 kilokaloriya bo'lar ekan. Suxarik. O'ylaymiz, suxarik yesa hech narsa qilmaydi, biza semirmaymiz, sushka mumkin. Biz quritilgani uchun biz kaloriya juda ham yengil deb o'ylaymiz. Aslida bu ham kaloriyasi kuchli bo'ladi. Suxarikni ham, sushkani ham hammasini kaloriyasi kuchli bo'ladi, qizlarjonlar. Bemalol ChatGPT qismiga yozib o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu ham xuddi nondek bo'ladi. Даже nonnikidan ham sal ko'proq bo'lishi mumkin. Anaqasi kilokaloriyasi. Xo'p, agar shu o'rtacha 60 gram oladigan, 60 kilokaloriya beradigan mana shu nonimizni oladigan bo'lib, ustiga 100 gram saryoni 10 gramni soladigan bo'lsak ham, biz 73 kaloriya ko'paytirgan bo'lamiz. Ya'ni yog'imizda 100 gram bu yerda qo'yilgan, bu yerda saryon, bu yerda sir turibdi. Ya'ni 100 grami 730 kilokaloriya beradi. Undan 100 gramini olib 10 gramini suradigan bo'lsak ham 70. Endi tasavvur qiling, o'rtacha 100 necha bo'ldi? O'rtacha 150 kilokaloriya bo'ladi bitta non, saryonli yupqa non 150 kilokaloriya bo'ladi. Xo'p, endi biza bir o'tirishda mana shu saryonlarni ko'pini yeb qo'yishimiz mumkin. Ya'ni mayli 100 gram yeyolmasak ham qachaba 50 gramini yeymiz. 50 grami bu 350 kilokaloriya degani. O'rtacha 365 kilokaloriya degani. Xo'p, mana bu nonimizni 300 gram bo'lsa mayli 150 kilokaloriya oladigan bo'lsak, 150 emas 4 deydi. Demak 75 kaloriya oladigan bo'lsak, ustiga 365 qo'shadigan bo'lsa necha bo'ladi? Ya'ni 400 dan oshib ketadi. Bu degani 400 kilokaloriya bitta saryonli non bilan yoki ikkita saryonli non bilan ketdi degani. Lekin bu qorinni ko'p to'ydirmaydi, yarim yesangiz. Lekin biza kunlik kaloriyamizni bitta saryon bilan yeb qo'yishimiz mumkin ekan.